Hürmetli mahalle fuqaroları ve o'zimni tanishtiring. Adım Beysat, familiyam Abdalov. Shu genç Agrobank filialini boshqaruvchisiman. Bugungi kunda ish prezidentimiz tomonidan hozir shu mahallalarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ishsizlikni kamaytirish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir qancha farmonlar chiqib turibdi. Shuni hisobida bizlar shu Agrobankka Prezidentimiz tomonidan shu kambag'allikni qisqartirib, aholining bandligini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Bunda asosan banklarda nomi ish qilamiz desa, biz o'sha har bir mahallada biriktirilgan, o'zlarimizga biriktirilgan mahallalarda shu mahalla bankirlari va mahalla agentlari bilan birgalikda aholini tadbirkorchilik qilish istagida bo'lgan odamni topib, kredit mahsulotlarimizni shularga berib, kredit mahsulotlarimiz orqali ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Endi ichki mahsulotlarimizni bolalar hozir sizlarga tushuntirib o'tmoqchi edim. Bizlarda asosan mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. Bu mahalla loyihasi 50 million so'mlik to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz plastik kartochkaga tashlab beriladi. Foizi 25%dan 5 yil muddatda kredit gazdalari bilan ajratiladi. Bunda kamida mahallada shu uyingizda qilib o'tirgan tikuvchilikmi, shirikchilikmi, parrandachilik bilan bog'liq bo'lgan tadbirkorlarimizni amalga oshirishlaringiz mumkin. Yana bu biznesga birinchi qadamda kreditimiz bor. Bunda agar boshdan startli biznes bo'ladigan bo'lsa, albatta 17 million, shu 17 million so'mni siz olatirsiz. 17 million so'mni arizasini berasiz. Avvalgidan hozir hujjatlar berish jarayoni sal qisqardi, konveyer orqali o'tildi. Yuzingizda tez aydan kameralar tushiradi. Bo'ladi bo'lsa ishlagan odamlar to'g'ridan-to'g'ri plastik kartochkadan tashlab berib turibdi. Bundan tashqari yo'qmi, ko'proq kerak degan bo'lsangizlar, farzandlaringiz, masalan 9 yoshga to'lgan farzandlaringiz bo'lsa, prezident qarori bilan 60-sonli qaror bilan shu kredit mahsulotimizga yo'l qo'yilgan. Bunda 18-30 yoshga to'lmagan yoshlarga 18%dan 100 millioncha sug'urta va kafillik bilan 100 million so'mdan o'tsa, garantiyasi bilan ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatishni, boshqa sohalar bo'yicha bemalol olishlaringiz mumkin. 18%dan 18%dan beradi imtiyozli. Agar bizada hozir bugungi kunda oilaviy tadbirkorlik dasturi bo'yicha kreditlarimiz Xalq banki bilan mikrokredit banki yuklatilgan. Hozir Yangiobod mahallasida aytadigan bo'lsak, hozir bugungi kunda mikrokredit banki o'tgan. Shu mikrokredit bankdan hokimiyatdan orqali tavsiyanoma beradi. Tavsiyanamiz ko'rib chiqilgandan keyin ular bizani o'zlarimizning Agrobankning mahalla agentlari shu qaysi bankda bo'lishidan qat'iy nazar o'zlari yurib yordam beradi. Bunda asosiy bizlar masalalarimiz shulardan iborat, qisqacha tushuntirib o'tdim. Eğer hozir kreditlarning muammolari bo'lsa, ro'yxatma-ro'yxat ko'rib o'tamiz, shunday amaliy yordam beramiz. Ko'pchilikni hozir shu vaqtini tutibmiz, shu yerlaringiz uchun katta rahmat, vaqtlaringiz uchun rozi bo'lasiz.